Ho'p, hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan men Freeze Gaming. Va bugungi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda xullas Minecraft o'ynaymiz. Ya'ni mod tekshiramiz. Mana 13-qishloq va shuncha server qilingan dunyolar. Hozir bitta yangi world ochamiz va bitta modni sinab ko'ramiz. Ya'ni hozir ko'rib olasizlar. Hop. Yangi world ochamiz. Sal pasaytiraylik. O'z o'yinda o'xshaydilar. Hamcha ishlamasa kerak. Mayli. O'z eksperimentga kiramiz va hammasini yoqib chiqishimiz kerak. Chunki ishlashi uchun modni ishlashi uchun eksperimentlar kerak. Agar bilmagan bo'lsangiz bilib qo'yinglar. Agar keyin kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Chunki biz yaqinda 1000 ta bo'lmoqchimiz, ya'ni 100 ta bo'lmoqchimiz. Hali 1000 taga bor. 100 ta bo'lsak yaxshi bo'lardi. Hop, endi modni qo'shdik. Mana qo'shdik. Endi create bosamiz. Hop, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Birinchi video Roblox bo'ldi, endi ikkinchi video Minecraft. Hop, akalar qaranglar. O'zingiz kommentariyga yozib qoldiringlar. Sizlarni Minecraft bo'yicha tajribalar qancha, o'shani yozib qoldiringlar. Masalan, meniki 5 yillik Minecraft bo'yicha tajribam. Bu endi sizlar balkim 8 yillik bo'lishi mumkin, 7 yillik. Endi mendan ham ko'p o'ynagan bo'lishingiz mumkin. Ya, o'shada so'rovlar qo'yibman-ku. O'tib o'tib. O'tirdi. Hop. Tezroq qolsa yaxshiroq bo'ladi. Akalar, keyin men shu modda tashib qo'yaman, his ko'rasizlar. Mana shu modda tashib qo'yaman. Keyin men bitta kanal ochganman. Uni ссылкасini menimcha qoldirsam yoki kommentariyada qoldirsam kerak. Bu ekraniga chiqarib qo'yaman esa, uni QR kodini. Agar chiqarib olsam, chiqarishga erinmasam, hop, bu mod qurilmadi. Keyin men Telegram kanalimda bundan masalan Minecraftda anonsi bor. Minecraft o'yinni tashlayman. PvZ Fusion tashlayman. Counter Speaker for Discord tashlayman. Hop, slime oldik. Hozir buni otib ko'rsataman. Mana shunaqa otlaydi. Kattasi endi. Buni otib ko'ramiz. Yaxshi. Agar nimaga qisqa video desanglar, endi qisqadan boshlaymiz. Qisqa videolardan keyin uzun videolar qilib sal kuchayib olamiz. O'shanaqa hozir o'ldirdim. Agar shunaqa o'qitib bo'lsa, mana shu ustiga bitta bo'lsanglar, просто animatsiyani mazza qilasizlar, tomosha qilib. Keyin xohlaganlarni o'ldira olasizlar. Akalar, bu mod oddiyroq mod, chunki men undan zo'r qurol mod topganman. Unda ham zombilar bor. Agar kimga shu mod kerak bo'lsa, Telegram kanalimda 10 ta obunachi bo'lsa, o'shani taglayman. 10 ta obunachi bo'lsa, Telegram kanalimda eng zo'r mod tashlayman. Unda granatalar juda ham kuchli. Bunda ham bor granatalar. Hozir men sizlarga qurollarni ko'rsatay. O'shanaqa cho'tka granatalar sekundigacha PUBG'da bo'ladi-ku, masalan, o'lsalar sekundda ishlab turadi-ku. O'shanaqalar bor. Keyin smoke ham dahshat. O'shanaqa mukammal mod bor menda. Uncha mukammal emas ekan. Endi biz ko'p ko'rganmiz. Mayli, mana uni otib ko'rsatamiz. Ana qo'yildi. Qaranglar, zo'r portlaydi. Bu ko'rishlar yaxshi portlaydi. Endi mana flashbang o'zim taymga qo'yaman. Mana ko'rishlar qorong'u qoldi. Hayot deydi. Hayot deb shunaqa bo'ladi. Endi bu qurol. Buni sinab ko'ramiz. Qayerda kim bor? Mana slime bor ekan. Bunga yozdim. Baxtli slime. Ajaling keldi. Biz o'zimizga. Endi bu dravik.
mana o'tib ko'rsataman. Dahshat effektlari ham bor. Hop, endi bitta jonivor qo'yamiz. Killa varden qo'yaylik. Yo'q, bu emas. Varden. Daga ketdi varden. Xo'sh, varden. Yomon tegdi va vardenga ko'ngliga ozor berdik. Mana shu snayperni urib qo'yam. Ana, bo'lmadimi? Akalar mana snayperda unchalik emasman. Ham gameplay ham telefonda. Mana slime tegmi? Tegmayapti akalar. O'z o'tda shuni safda. Ana tegyapti. Mana. Buni o'qiyoq. Hop, akalar. Mod normalniy. Ko'rishlar sniper yomon qo'ya. Mod juda normalniy. Endi tepaga endi zo'r bordim. Endi bu oddiy emasda, bunda ham oddiy mod emasda akalar. Bunda mana qodam bor. Mana oshpaz men bir martasini ko'rganimda o'ldiruvdi meni. O'shaning uchun bundan qaysi qisosga solmoqda? RPG. Yo'q, bunda RPG. Men baram. Yo'q, baram. Mana RPG. Bak endi sen o'yinga keldi. Ben bunu okuna koyma. Oku bilan o'zi farqi bo'lmaydi. Farqi ham yo'q. Endi vaqtga o'ldi. Lekin portlamadi. Mayli. Qo'laydi. Ko'rdilar, mod shunaqa xatosi bor. Endi bo'laveradi. Balki mana versiyamdadir. Mod shunaqa kamchiliklar bo'lib turadi. Hop, buni olamiz. Chekkin dindir. Jo'q. Juda yaxshi mana. Hamma. Sniper yaxshi. Modem o'ldiraman. Modem tez qo'yaman. Xullas, bu modda shunaqa o'ynashlar bo'ladi. Masalan, serial yoki boshqalarga kerak bo'ladi bu mod. Juda ham kerak mod. Mana shunaqa animatsiya zo'r. Dovushlarim chiqadi, faqat videoda dovush uncha yo'q bo'ladi. Akalar, bu mod asal mod. Unda ham asali ham bor. Aytganimdek. Xo'p akalar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.